Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolingga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa dedi. Kimlar aytib bera olasizlar? Nima uchun ayolga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa? Sababi nimada? Kim biladi? Juda javob chiroylikda buni. Ha, bilasizlarmi? Xizmatingizni qiladi, yaxshi. Farzand tarbiyalaydi, yaxshi. Bu emas. Yaqin, o'sha zaifa degani yaqin. Nimaga ayolga ehson qilamiz? Miskinda aytmayapti, palonchini, pistonchini va anta. Sen ayolingga bergan ehsoning eng zo'ri dedi. Sabab borda? Labbay. Xuddi shunday. Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi ehsonni? Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi? Tasavvur qiling, meni ayolimga birov ehson qilsa men nima qilaman uni borib? Nima deyman men unga? Qo'y shu ishing deyman. Hammamiz mana shu narsani bilib olaylik. Har birimizni ayolimizga o'zimizla ehson qila olamiz xolos. Tasavvur qiling, qo'shni eri sizni ayolingizga 1 kilo go'sht kirgizib yuboribdi. Ehson deb. Shunda ehson qilsa bo'ladimi hayotda? 1 kilo go'shtni kesib olasiz, chiqib turib, to'g'rimi?